Assalomu alaykum xolajon, yaxshimisiz? Yaxshi kelib qoldingizmi? Necha yoshsiz xola? Va alaykum assalom qizim. Men 70 yoshga kirdim. 1956-yil tug'ilganman. 3 oy qiynalib, doktorlarga ko'rinib, lecheniyalar olib yurdim, lekin foydasini bilmadim. Keyin nevaram bir 2 oy oldin shu yerdan foydalanib ketgan edi. Oyoqlari og'rib, qiynalib, keyin shu yerga kelgandan keyin yana sizni ham olib boraman dedi. Keyin keldim. Rahmat doktor opalarga, doktor akalarga, o'g'il qizlarimga, shu yerda xizmat qilgan hammalariga rahmatlar aytaman. Jonlari sog' bo'lsin, tenjonlari sog' bo'lsin. Baxtimizga sog' salomat, oilalarining baxtiga, bizning baxtimizga, el xalqimizning baxtiga sog' salomat yurishin shu doktor opalar. Mana zo'rg'ag'ana yurib keldim, oyoqlarimni bosolmay. Mana Xudoga shukr, 3 kunda oyoqqa turib yaxshi bo'lib qoldim. Sizlar ham kengizlar, agar bir yerlaringiz og'rib qolsa, shundaqa yaxshi doktorxona nima bor ekan, klinika bor ekan. Ana Kelganingizdagi kuchli og'riqlaringiz bugun 3-kunimizda bormi? Yo'q. Yo'q, kelganingizda og'riqdan engashib qolganingiz. Engashib qolgan edi, tomirlari tortib oyog'imdan. Men hozir bemalol yuryapman. Yurib ko'rsataymi? Mayli. Xursand bo'lamiz faqat. Mana. Kelganda zo'rg'ag'ana mana Xudoga shukr, mana hozir bemalol yuribman. Oyoqlarim og'rimayapti, hech yerim og'rimayapti. Mana yaxshiman, Xudoga shukr.